Bugun mamlakatimiz qurilish industriyasi yangi bosqichga ko'tarilib, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Ahamiyatli jihati shundaki, barpo etilayotgan bino va inshootlardagi qurilish materiallarining 90% dan ziyodi mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilmoqda. Bu esa pudrat ishlarining sifatini oshirib, tannarxni arzonlashtirmoqda. Ayniqsa mahalliy quruvchilarimiz uy-joy qurilishida juda katta tajribaga ega bo'lishdi. Sohaga qaratilgan davlat darajasidagi e'tibor pudrat tashkilotlarining moddiy texnik bazasini mustahkamladi. Qurilishga yangi texnikalar, texnologiyalar kiritildi. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Toshkent viloyatining tuman va shaharlarda ham keng ko'lamli qurilish va bunyodkorlik ishlari davom ettirilmoqda. Bugun ko'plab pudrat tashkilotlari o'z brendini yaratdi va korxonaning nufuzini saqlash ustida ish olib boryapti. Ular mijozlar ishonchini oqlamoqda. Nurafshon shahridagi yangi O'zbekiston massivida ham ana shunday qurilish kompaniyalar tomonidan uy-joylar barpo etilmoqda. Ular fuqarolar uchun munosib shart-sharoit yaratishga intilyapti. 40 yildan beri qurilish sohasida ishlaymiz. Oldingi qurilishlar bilan hozirgi qurilishda ancha-muncha farqi bor. Oldin bitta obyektni yillar davomida qurganmiz. Hozir endi qurilish texnologiyasi kuchayib, qurilish asbob anjomlari, qurilishda ishlatiladigan texnikalar zamonaviylashib, qurilish sifati, qurilishni tugatish muddati anchaga qisqardi. 5 yildan beri mana shu Toshkent viloyati Nurafshon shahrida uy-joy qurilishi bilan shug'ullanyapmiz. Bu yil o'zida 500 dan ortiq xonadonlar topshirdik. Oldingi davrlar prokuratura tarafdan chaqirilsa vahimaga tushardik. Nimaga chaqirdi ekan, qayerda qanaqa xato qildik deb. Hozir o'zlari kelishib, xato va kamchiliklarimizni oldindan ko'rsatib, me'yoriy hujjatlarni tushuntirib yordam qilishyapti. Vaqtida oldindan hujjatlashtirish, qurishdagi sifatlar, xato kamchiliklarni vaqtida ko'rsatib bartaraf etishga yordam berishyapti. Davlat tomonidan qurilish tashkilotlariga ko'p imtiyozlar berildi. Texnikalarimiz deyarli yo'q edi. Hozir hamma texnikalarimiz yetarli. Ishlab chiqarishimiz bor. Bu texnikalarni olib kirishda bojxona imtiyozi, soliq imtiyozi dan foydalangan holda texnikalarni baza yaratib, shunga erishdik. Davlat tarafidan shuncha imtiyoz berildi. Shunga yarasha quruvchilar ham, biz ham shu vijdonan ishlab, yangi uylar, ijtimoiy soha obyektlarini sifatli qurib foydalanishga topshirishimiz kerak. Muvaffaqiyatlarimizning hammasi prezidentimiz tomonidan qurilish sohasiga qaratilgan e'tibori natijasi deb hisoblayman. Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq tasdiqlangan dastur doirasida bu yil viloyat hududida umumiy 594 ming kvadrat metr maydonda 9900 xonadondan iborat 35 ta ko'p qavatli uylar barpo etilmoqda. Shuningdek, dasturdan tashqari yo'nalishlar bo'yicha ham qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Jumladan 226,1 ming kvadrat metr yer maydonida 3457 xonadonga mo'ljallangan 75 ta turar joy binolari qurilyapti. Albatta, uy qurish, ayniqsa ko'p qavatli turar joylarning qurilishi pudrat tashkiloti uchun katta mas'uliyat yuklaydi. Bu jarayonda amaldagi qonunchilik va qurilish me'yorlariga qat'iy rioya etish talab qilinadi. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 16-maydagi O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seysmik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham ana shu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Qaror ijrosi doirasida viloyat prokuraturasida maxsus ishchi guruh tashkil etildi. Ushbu guruh obyektlardagi ko'p qavatli uylarning qurilish talablariga muvofiqligini muntazam kuzatib bormoqda. Jumladan, ko'p kvartirali uylarning zilzila bardoshligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganilyapti. Konstruksiyalarga kiritilgan o'zgartirishlar aniqlansa, zarur ta'sir choralari ko'riladi. Ishchi guruh jami 966 ta ko'p qavatli uylarda vizual ko'rikdan o'tkazildi. Ana shu o'tkazilganlardan 820 tasi texnik holati qoniqarli deb topilgan bo'lsa, 146 ta ko'p qavatli uylarni instrumental texnik tekshiruvdan o'tkazilishi belgilaniib, bir qator kamchiliklar aniqlandi. 10 ta holatda loyiha smeta hujjatlaridan tashqariga chiqqan holda qo'shimcha qavatlar qurilib, inspeksiya ro'yxatidan o'tmasdan qurilish ishlarini olib borgan holatlar aniqlandi. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan qo'shimcha qavat qurib olgan, inspeksiya ro'yxatidan o'tmagan ko'p qavatli uylarni bugungi kunda buzdirish choralari hamda loyihaga asosan mustahkamlash choralari ko'rib borilmoqda. Bundan tashqari, o'rganishlar davomida ko'p qavatli xonadonlarga ajratilgan hududdagi yashil maydon, bolalar maydonchasi, avtoturargohlarni boshqa maqsadda berilgan holatlar aniqlanib, ushbu yer maydonlarini qaytarish choralari ko'rildi. Prokuratura organlari tomonidan inspeksiya bilan hamkorlikda tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, targ'ibot tashkilot ishlari olib borilmoqda. Uchrashuvlar davomida 20 dan ziyod murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ishchi guruh tomonidan o'rganish davomida
o'z yechimini topib, tadbirkorlarga ko'mak ko'rsatildi. Qarorga muvofiq qurilish obyektlari ustidan davlat nazorati, buyurtmachining texnik nazorati, ishlab chiquvchining mualliflik nazorati, pudratchining ichki nazorati tadbirlari amalga oshirilmoqda. Aniqlangan kamchilik va nuqsonlar shaffof qurilish milliy axborot tizimiga kiritilib boriladi. Qurilishning boshidan oxirigacha, poydevordan to tomigacha uy-joy foydalanishga topshirilguniga qadar belgilangan tartibda kuzatib boriladi. Ishchi guruhning navbatdagi nazorat tadbirlari Toshkent tumanidagi qurilish obyektlarida o'tkazildi. Toshkent viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining ko'chma laboratoriyasi jalb qilindi va qavatlardagi beton ishlarining sifati bo'yicha xulosa berildi. Ko'chma laboratoriya importda bizda transportdan ta'minlangan, bizda taklifda ko'rsatilgan hamma sinov apparatlari bilan jihozlangan. Bizda ham eng yangi talabga javob beradigan asbob uskunalar bilan jihozlangan. Oldingi paytlarda jarayon ham juda qiyin kechardi. Tekshirish uchun ham ancha vaqt ketardi. Masalan, bitta konstruksiyani tekshirish uchun 1 soatlar atrofida ketgan tekshiruv. Hozir bu 5-10 daqiqada bajariladi. Ishonchliligi albatta yuqori. Ko'p qavatli uylar qurilish jarayonida beton markalari, qurilish loyihalarida ko'rsatilgan talablarga javob berish kerak. Shuning uchun operativ ravishda har bir qavat qurilganda monolit beton konstruksiyalari laboratoriya tomonidan tizimli ravishda tekshirib boriladi. Hozir biza ko'p qavatli uyni diafragma konstruksiyasini tekshirish jarayonida biza loyihaviy talablarga muvofiq keladimi, yo'qmi, dalolatnoma beriladi. Hamma betonga aloqador joylar albatta tekshirish bu majburiy. Betonni loyihaviy berilgan normasi B25 ko'rsatilgan. Bu sodda qilib aytganda 350 marka. Loyihaning talabi. Hozir biza tekshirganda loyiha talabidan 5-10% yuqori ko'rsatyapti. Demak, bu hozir qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Agar loyiha ko'rsatkichdan past bo'ladigan bo'lsa, biz operativ ravishda dalolatnoma qilib inspektorlarga beriladi. Inspeksiya mas'ullari biz bergan dalolatnoma asosida chora-tadbirlar ko'rishadi. Albatta, qurilish obyektida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish, binoning seysmik xavfsizligini ta'minlashi barobarda pudrat tashkilotining ortiqcha xarajatlarini ham tejaydi. Ishchi guruh har bir obyektning mas'ullari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazmoqda. Texnik instrumental ko'rik amalga oshirilyapti. Qurilish me'yorlariga rioya qilish bo'yicha og'zaki va yozma ogohlantirishlar beriladi. Ijrosi nazoratga olinadi. Shu bilan birga tadbirkorlarga huquqiy ko'mak ko'rsatiladi. Qurilishni 2022-yil boshlaganmiz. Davlat ro'yxatidan o'tganmiz. Turar joy majmuamiz umumiy maydoni 2 gektardan oshiqroq joyda joylashgan. Birinchi bosqich ishimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda jami 800 dan oshiq xonadon bor. Ishlari tugagan hammasi. Ikkinchi bosqichimizdagi ishlarimiz tashqi fasad ishlari qolgan, ichkarida ishlar bo'lyapti. 200 dan oshiq ishlarimiz bor. Hozir bu yerda quyosh panellari qo'yiladi. Yer osti avtoturargohlarimiz bor. Oldida bolalar maydonchamiz bor. Bu tarafida ham ko'cha yuzida ham bolalar o'ynaydigan, aholini o'zi chiqib madaniy hordiq chiqaradigan joylari bor. Orqa tomonimizda bog' bor. Inspeksiya prokuratura xodimlari doimiy ravishda nazorat qilib turgan. Birinchi bosqichdagi topshiriladigan jarayonimizda 10 ga yaqin kamchiliklar bor. Joyida bartaraf etib, bular ham doimiy ravishda prokuratura tomonidan, inspeksiya tomonidan nazoratda bo'lib turgan obyektimiz. Ishchi guruhlar bilan maslahatlashamiz. Biz o'zimiz hammasi to'g'ri yo'l ko'rsatib, bulardan hech qachon yordamini ayamaydi. O'zimizga ham foyda, chunki kelajakda bir muammo bo'lib qolib, buni oldini ololmay qolganimizdan ko'ra bular bilan maslahatlashib birga ishlashganmiz. Toshkent tumani hududida 200 dan oshiq qurilish montaj ishlari uchun ro'yxatdan o'tgan obyektlarimiz bor. Ularni belgilangan tartibda davlat nazorati o'tkazamiz, monitoring ishlari o'tkazamiz. Monitoring ishlari natijasida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha elektron tizim orqali yozma ko'rsatmalar beramiz. 100 dan oshiq bizdan ro'yxatdan o'tgan ko'p qavatli uy-joylar bor. Hozirda kungacha 30 ga yaqini foydalanishga topshirilgan. Yana 20 tachisi topshirish arafasida turibdi. Jarayongacha o'zi biz tomonidan nazoratlar olib boriladi. Aniqlangan kamchilik bo'yicha buyurtmachini obyektga biriktirilgan mas'ul xodimlariga texnazor, ichki nazorat, mualliflik nazoratlariga belgilangan tartibda ko'rsatmalar beriladi. Hamma kamchiliklar to'liq shahrzodlik normalari, qurilish qoidalari va normalari bo'yicha tasdiqlangan loyihalar bo'yicha to'liq yakunlangandan keyin foydalanishga qabul qilinishi ta'minlanadi. Ro'yxatdan o'tgan obyektlar bo'yicha Toshkent tumani bo'yicha 1000 dan oshiq ko'rsatmalarimiz bor. 10 ga yaqin obyektda qurilish montaj ishlarida kamchilik yo'l qo'yilgani uchun 5 tasiga yozma ko'rsatmalar berilib, joyida kamchilikni bartaraf etish bo'yicha ijrosi nazoratga olingan. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, qurilish sohasida ham amaldagi qonun qoidalariga rioya qilmaslik holatlari uchrab turibdi. Xususan, ishchi guruh tomonidan Yuqori Chirchiq tumanida o'tkazilgan nazorat tadbirlari jarayonida Mirobod mahallasi hududida fuqaro taksi TOV tomonidan maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi uchun ko'p qavatli bino qurilishi olib borilayotgani aniqlanadi. Tekshiruv davomida ma'lum bo'lishicha, fuqaro 2023-yil 11-may sanasida Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi huzuridagi arxitektura shaharsozlik kengashi ishchi organidan mazkur hududda 2 qavatli bino qurish uchun xulosa olgan. Biroq u belgilangan tartibda Toshkent viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasida ro'yxatdan o'tmasdan
qurilish-montaj ishlarini o'zboshimchalik bilan boshlagan. Shu sababli 2025-yil 27 fevral kuni inspeksiya tomonidan fuqaroga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgan. Shuningdek, obyektni belgilangan muddat ichida ro'yxatdan o'tkazish yuzasidan rasmiy ogohlantirish berilgan bo'lsa-da, qurilish ishlari to'xtatilmagan. Loyihada nazarda tutilmagan holda yana 3 qavat qo'shilib, jami 5 qavatli bino qurilgan. Bunday qonunbuzarlik natijasida inshootning zilzila bardoshligi va konstruktiv elementlarning mustahkamlik ko'rsatkichlari pasaygan. Xavfli holat yuzaga kelgan. Yer bizga davlat xususiy sherikchilik asosida berilgan edi. 24-yil boshlaganmiz. 2 qavatli bino qurishga ruxsatnomamiz bor edi o'sha paytda. Xizmat ko'rsatish shoxobchalari qurmoqchi edik. Loyihamiz 2 qavatdan iborat edi. Biz o'zimizcha hujjatlarni qurilish jarayonida to'g'rilaymiz deb harakat qilib, ishni davom etkizdik. 5 qavatli qilib qurdik. Bu orada bizga inspeksiya xodimlari kelishdi. Og'zaki yozma ogohlantirishdi. Bu orada biz umid qildik, hujjatlarimiz tayyor bo'lib qolishiga. Afsuski, mumkin emas ekan. Oxiri jarima qo'llashga majbur bo'lishdi ular ham. Albatta afsusdamiz. Qurdirganmiz hammasini. Endi yonimizdan buzdirgan jarima to'ladi. Qurilish qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga maslahatim, kerakli hujjatlarni tayyorlashsin, o'zini zarariga ish qilmasin hech kim. Mana biz hozir ancha zararga kirdik. Mana hozir buzyapmiz. Afsusdamiz albatta. Bugungi kunda Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida Toshkent viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal sohasini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan 186 ta obyekt mavjud bo'lib, ulardan 80 tasi jarayonda, 106 tasi to'xtatilgan va muzlatilgan holatda turibdi. Prokuratura hamda hokimiyat tomonidan birgalikda seysmologiya bo'yicha hududdagi ko'p qavatli turar joy, ijtimoiy soha obyektlari o'rganib chiqilmoqda. Tekshiruv jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tegishli tartibda dalolatnomalar tuzib, tegishli organlarga taqdim etilmoqda. Hozirgi kunga qadar tumandagi 5 noqonuniy obyekt haqida tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xat va murojaatlar jo'natilgan. Ijrosi jarayonda ishchi guruh nazorati ostida mazkur binoning qo'shimcha qavatlari buzilmoqda. Inshootning loyihadagi holatga keltirish choralari ko'rilyapti. Sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy qilinishi, raqamlashtirish ishlari qurilishida profilaktik tadbirlarning samaradorligi oshirilyapti. Bunday choralar maishiy korrupsiyaning oldini olish, qurilish-montaj ishlarining sifati va loyiha smeta hujjatlariga muvofiqligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-apreldagi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida davlat nazoratini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida mazkur yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Farmon ijrosi prokuratura organlari tomonidan nazoratga olingan bo'lib, Toshkent viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasida qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazi tashkil etildi. Viloyatning tuman va shaharlarda barpo etilayotgan ko'p xonadonli uy-joylarga o'rnatilgan video kuzatuv moslamalari mazkur markaz tizimiga integratsiya qilindi va jarayonlar doimiy nazoratga olindi. Onlayn markazimizga real vaqtda video kuzatuv o'rnatilgan. Qurilish jarayonidagi kamchiliklarni, qurilish materiallarining saqlanishi, qurilish me'yori talablarini buzib quryaptimi yo'qmi o'shani real vaqtda ko'rib, hududiy inspektorga aloqaga chiqib, u masala bo'yicha ko'rsatma beriladi. Onlayn kuzatuv markazlarida obyektdagi texnik xavfsizligi qoidalari qanday rioya qilinayotganligi, o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilmalar olib borilyaptimi yo'qmi shuni ham nazoratga olib boriladi. Onlayn kuzatuvda ham inspektor xodimlarimizni buyurtmachilar bilan muloqotda olib borilayotganda korrupsiyaviy omillar bormi yo'qmi body kameralar orqali o'shalar ham kuzatib boriladi. Onlayn kuzatuv markazimizdan yil boshidan boshlab 100 ga yaqin kamchiliklar aniqlanib, u bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Bugungi kunda yangi O'zbekiston massivlarida, ko'p qavatli uy-joylarda hammasida onlayn kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Qo'shimcha bloklari qurilishi boshlanganda loyiha talablari asosida ko'rinmaydigan joylariga yana ko'rsatmalar beriladi kameralar o'rnatish bo'yicha. Kelajakda qurilayotgan barcha ijtimoiy soha obyektlariga onlayn kuzatuv kameralari o'rnatiladi va masofadan kuzatib boriladi. Ko'rinib turibdiki, viloyatda qurilish sohasini raqamlashtirishga qaratilgan e'tibor tizimda shaffoflikni ta'minlamoqda. Nazorat tadbirlarining tizimli tashkil qilinishi qurilish sifatini oshiryapti. Viloyatda qurilish sohasidagi qonun buzilishlarga qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda. Viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy hisobot davrida ko'p qavatli uy-joylarning seysmik xavfsizligi yuzasidan olib borilgan nazorat tadbirlari natijasida bir qator qonun buzilish holatlari aniqlandi. Ana shu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida prokuratura organlari tomonidan mas'ul idoralarga 12 ta taqdimnoma, vakolatli organlarga 15 ta protest kiritildi. Shuningdek, 19 nafar mansabdor shaxs ma'muriy javobgarlikka, 10 nafar xodim esa intizomiy javobgarlikka tortildi. Qo'pol qonunbuzarlik holatlari bo'yicha esa 3 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Viloyat prokuraturasi ishchi guruh tomonidan bu kabi nazorat tadbirlari muntazam tashkil qilingan bo'lib, asosiy maqsadi qurilishda huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik va ko'p qavatli uy-joylarning seysmik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.